Assalomu alaykum nurizlilarim. Siz bu videoda kamida 10 million so'mlik hayotingiz uchun foydali maslahatlar olasiz. Bu video arosatda turgan, ajrim arafasida turgan ayol qizlarimiz uchun. Ya'ni oilamni buzsammikin, erimdan ajrashsammikin, yangi hayot boshlasammikin deb turgan nur yuzlilarim uchun bag'ishlanadi. Men Umida Inomova, oliy ma'lumotli oila psixologiman. 4 yildan beri ayol qizlar bilan oila va ajrim masalalari bo'yicha ishlab kelaman. Hozir men siz bilan onlayn konsultatsiya qilaman, ya'ni tasavvur qiling, masofadan turib siz bilan konsultatsiya qilyapman. Ajrim arafasida turibsiz, ya'ni arosatdasiz. Ketaymi, qolaymi, nimadir qilay. Endi sizga shu joyda savol bermoqchiman. Nur yuzligim, nima uchun ajrashishingiz kerak? Nima uchun shu barpo qilgan mehnatingizdan, umringizdan barpo bo'lgan oilangizni, eng qimmatbaho mulkingizni buzmoqchisiz? Nima uchun? Yozing. Sizni ajrashishingizga sabab nima? Eringizni pul bermasligimi? Farosatsizligimi? Onasini gapiga kiradimi? Uchinchi shaxslar bormi? Ya'ni libovnitsalari deymizmi? O'ynashlari deymizmi? Ko'chada don olishib yurgan insonlari deymizmi? Yozing, nima sabab bo'lyapti? Yozing. Va bilasizmi, o'zingizga savol bering. Nima uchun erim qilgan xatosi uchun men vayron qilishim kerak? Deylik, eringizdan, bilasizmi, qarang. Oila borasida ayollar bilan gaplashganingizda baribir erga borib taqaladi. Chunki ona o'rtaga tushayotgan paytda ona zulm qilganda erim meni himoya qilmayapti, erim aybdor. Agar erim meni himoya qilganda onasi menga zulm qilmasdi, u erkaklik vazifasini bajarmayapti, bu bir. Keyingisi, erim menga xiyonat qilyapti, baribir erga kelib taqalyapti. Moddiyat bo'lsa, otangiz agar sizni onangiz ta'minotingizni qilib o'tirgan bo'lsa, erim erkaklik vazifasini bajarmayotgani uchun, ta'minotini qilmagani uchun ota-onam menga qilib beryapti. Baribir yana turmush o'rtog'iga kelib taqaladi. Ishlab yurgan bo'lsangiz ham, og'ir mehnatni tagida bo'lsangiz ham, nima uchun turmush o'rtog'ingiz bor bo'la turib oilangizni boqyapsiz deb savol bersam, nima qilay unda ayb deysiz? Sizga savol bermoqchiman. Oddiy va sodda. Nima uchun bu erkak bilan ajrashmoqchisiz? Yozing. Mana bu uchun deb yozing. Endi sizga mana shu ro'yxatni yozganingizdan keyin bir savol beraman. Nega siz ajrashasiz bu erkakdan? Xo'p, ayb uniki ekan, gunoh uniki ekan, nuqson uniki ekan, nega siz vayron qilasiz oilangizni? O'ylab ko'rganmisiz? Ya'ni nega siz buzg'unchi fikrlar bilan yashayapsiz? U inson gunohkor, u inson aybdor, u inson vazifa bajarmayapti. Nega siz voz kechishingiz kerak? Nega siz vayron qilishingiz, nega siz gunohkor bo'lishingiz kerak? Oilani buzish uchun bitta o'ylangan fikr yoki qo'yilgan qadam bu Allohga isyon. Ya'ni siz buzg'unchilikning targ'ibotidasiz. Chunki oila qurishga Robbim, oilani buzishga har doim shayton buyuradi. Nimaga siz bu og'ir yukni o'zingiz olyapsiz yelkangizga? Deylik, turmush o'rtog'ingiz xiyonat qildi. Xo'p, xiyonat qilgan erkak bilan yashashim kerakmi deb aytasiz hozir. Balki ensangiz qotib eshitishingiz mumkin. Xiyonat qilgan erkak bilan yashayverasizmi? Savol. Bu erkakni xiyonat qildi deb uni o'zini xatosi, gunohi uchun tashlab ketyapsiz-u, yana sizmi jabrdiyda bo'ladigan? Va siz umuman bu erkak bilan ajrashganda butunlay erkaklarga nisbatan hislaringizni ko'mib tashlay olasizmi? Siz bu erkak bilan ajrashganingizdan keyin boshqa erkakka menda moyillik tug'ilmaydi yoki muhtojlik tug'ilmaydi deb aniq kafolat bera olasizmi? Chunki hisni bizga joylagan, ayollik fitratiga erkakka moyillikni, erkaklarga ayolga moyillikni joylagan Robbim. Siz buni olib tashlay olasizmi? Butunlay, butun vujudingizdan, butun hislaringizdan erkakka nisbatan olib tashlaysizmi moyillikni? Yo'q. Aksar hollarda ajrim masalasidan keyin, aynan mana shu erni xiyonatidan keyin ajrashgan ayollarda xavf qoladi-ku, mehr, muhabbat, o'sha sen menga xiyonat qilding, jafo, yuragida bitta ochiq bo'shliq qoladi-da. Aksar hollarda ajrimdan keyin birinchi bo'lib oila quradigan ayollar bo'ladi. Chunki u bir
yelkaga muhtoj bo'lib qoladi, u oilasiga, ota uyiga sig'may qoladi, u bir suyanchiqqa muhtoj bo'ladi, u bir erkakka muhtoj bo'ladi. Men aslo ayol zotini yerga urayotganim yo'q. Hech qachon unaqa emas. Keling, siz bilan oshkora gaplashmoqchimiz. Siz erkakka nisbatan moyilligingizni yopolmaysiz. Chunki muhtojlik bizga tabiiy berilgan. Bu instinkt. Ona bo'lishingiz, yeb ichishingiz tabiiy bo'lgani kabi boshqa jins vakiliga muhtojlik bu instinkt. O'zingiz jilovlash uchun taningizni yoki hissiyotlaringizni bir chetidagi knopkani topa olmaysiz. Bu shunchalar tabiiy narsa. Endi savol. Birinchidan, gunohni u qilsa, xatoni u qilsa, nega siz ancha yillik oilangizni vayron qilasiz? Qo'pol aytganda, burgaga achchiq qilib nega ko'rpangizga o't qo'yib yuborishingiz kerak? Sizning hayotingiz ayol sifatida, sizni hayotingiz, sizni umringiz, sizni yilingiz ehsonga berilganmidi? Yoki shunchaki havoga ketganmidi bu umr? Nega siz bu narsani qilishingiz kerak? Nima uchun? Va eng katta xato bilasizmi, ayollarda emotsional qilingan xato, emotsional qilingan qarorlar jabri. Mayli, siz ham oilangiz boshqa bir erkak toparsiz, juft halolingiz ham boshqa bir ayolni topar, lekin o'rtadagi yetimlarchi? O'rtadagi farzandlarning uvolichi? Nima deb o'ylaysiz? Farzandlarni uvolidan keyin baxtli bo'lish mumkinmi? Na siz, na turmush o'rtog'ingiz. Yo'q. Eng asosiysi, men bu yerda sizga nimani aytmoqchiman? Kimdirlarning xato yoki gunohlari uchun siz hayotingizni vayron qilmang. Va hozir siz turgan bu tashvishni sizni ichingizda yechimi bor. Va aynan mana shu baxtsizlik, bir-birovni hurmatsizlik bo'lgan bu xonadoningizga balki baxtni siz olib kirishingiz keraklidir. Balki bu xotirjamlik bo'lmagan xonadonga balki siz berarsiz o'sha narsani. Nima deb o'ylaysiz? Siz savol bering o'zingizga. Yozing, turmush o'rtog'ingiz siz uchun shunchalar xavfli insonmi? Mutaxassis sifatida sizga savol beryapman. Turmush o'rtog'ingiz shunchalik xavfli insonmi? Undan voz kechishingiz uchun, masalan, ruhan nosog'lommi? Sizga zarba beradimi? Ya'ni yaqin orada sizni joningizga qasd qilish vaziyatida yuribdimi? Kuzating. Shunaqami? Va bu borada ko'pchilik ayollar yo'q, erim sog'lom, erimni hamma narsaga aql farosati yetadi. Boshqa ayol bilan maza qilishga fahmi farosati yetgan, u juda ham aqlli deb javob berishadi. Demak, bu borada siz qachonki bu insonni tark etishingiz kerak, u inson sizni o'ldirib qo'yish ehtimoli bo'lsa, sizga tanangizga zarba bilan, masalan, o'lim xavfi bilan xavf solayotganda buni o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Yoki sizni farzandingizni o'ldirib qo'yish ehtimoli bormi? Ya'ni turmush o'rtog'ingiz sizni hayotingizda uni tark etib ketadigan darajangizda vahshiy bo'lganmi? Mana bu borada siz o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Lekin sog'lom erkakni tark etishingiz, sog'lom erkakni siz ajrashaman deb turib qaror qilishingiz bu juda katta xato bo'ladi o'zi aslida. Bu so'zim bilan sizga nima demoqchiman? Gapim qattiq botgan bo'lishi mumkin. Maqsadim bu yerda kimgadir chiroyli ko'rinish yoki kimnidir yuragidan joy olish emas. Maqsadim bu yerda ajrimlar sonini kamaytirish va tirik yetimlarni ko'payishini oldini olish. Meni maqsadim shu. Qarang. Bilasizmi, bu gaplarni nima uchun sizga gapiryapman? Minglagan ayollar bilan men gaplashgan paytimda bilasizmi? Eng katta men bu yuragidagi og'rig'i, oilasi buzilgan ayolning nolasi. O'sha xatolarni qilmagan bo'lardim. Ajrashish bu qiyin narsa emas. Juda oson va tezlikda qilinadigan narsa. Lekin bilasizmi, uni ozorini, uni zarbasini, uni og'rig'ini yillar davomida yashab o'tasiz. Ayniqsa agarda sizda farzandlar bo'ladigan bo'lsa, farzandingizni har bitta o'sha ko'ziga qaragan paytda mo'ltillagan ko'zini, uni otasiz qoldirganingizni, agar otalar uni onasiz qoldirganini his qilar ekan, bu narsa bir umrlik azob. Insonni mana bu joydagi bir umrlik azobi bo'ladi. Siz hozirgi qaroringiz, sizni hozirgi ajrimni to'xtatish qaroringiz bir umrlik halovatingizni ta'minlaydigan qaror aslida. Siz
Bilasizmi, ko'pchilik ayollarda aynan mana shu ajrimdan keyingi og'riqlar uchun psixologik muolaja olishadi. Bilasizmi, ajrim holati uchun emas, ajrimdan keyingi zarba uchun. Ya'ni noto'g'ri qilingan qaror, noto'g'ri berilgan zarbalar, noto'g'ri farzandlariga nisbatan qilingan qarorlar uchun ayollar juda ko'p qiynalyapti. Juda ham ko'p qiynalyapti. Ya'ni bilasizmi, ko'pchiligi hozir ham oilangizni tiklash kechmas deb so'raymanda u ayollardan. Deylik, o'shanda kechmas oilangizni tiklashingiz, yana qaytadan munosabat o'rnatishingiz mumkin desam, bitta xo'rsinib, endi buni iloji yo'q, mani o'zim yana bir marta turmushga chiqib qo'ydim deb javob berishadi. Ya'ni men boshqa bir erkak bilan oila qurdim va ming afsuski u erkak bilan ham yaxshi yashay olmadim. Chunki hozirgi turmushimdagi ajrim holati ham o'sha birinchi turmushimdagi nolalarim, o'sha og'riqlarim, o'sha muammolarim yana qayta takrorlandi deyishadi. Siz xulosa o'rnida shuni aytmoqchi edimki, nur yuzlilarim, er almashtirishdan ko'ra fikrlarimizni, fe'l atvorimizni, xatti-harakat qilig'imizni almashtirish bizga ham arzonga, ham osonga tushadi. Bu har ikkalasida yutuq bizniki bo'ladi. Eng katta yo'qotish bu oilani yo'qotish. Bu to'g'risida sizga afsona gapirib berishim shart emas. Buni men bijoyizdan o'zingiz his qilib turibsiz. Xulosa, bugundan boshlab o'zingizni baxtsiz ekanligingiz to'g'risida o'ylashni to'xtating. To'xtating bu narsani. Va turmush o'rtog'ingiz bilan nima sababdan ajrashmoqchiligingizni men yuqorida aytganimdek sabablarni ko'rib chiqing va birovlarni qilgan xatosi uchun, birovlarni qilgan aybi uchun siz tovon to'lashni to'xtating va sizni asosiy maqsadingiz birovlarni xatosini, gunohlarini taftish qilish emas, aynan mana shu oilada bir ayol sifatida chiroyli atmosferani yaratish bo'lsin maqsadingiz. Xulosa, menga kimdir nimanidir berishga majbur emas, mani yuragimda nimalar bor, mani ichimda oila to'g'risida qanday manzara bor deb yashashni boshlang. Xulosa o'rnida sizga eng katta yechim oila ilmini o'rganing, munosabatlar ilmini o'rganing va mana bu fikrlaringizni o'zgartiring. U orqali xatti-harakatingiz, sizni xulq atvoringiz o'zgaradi va undan keyin ko'rasiz taqdiringizda qanchalik mo'jizalar ro'y berayotganini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Nur yuzligim, sizga bir narsani aytmoqchiman. Mani Telegram kanalim bor. U yerda siz bilan yana ham yaqinroq bo'lamiz va sizlarga ko'proq foydali oila to'g'risidagi, munosabatlar to'g'risidagi bilimlarimni ulashib boraman. Bu kanalimga a'zo bo'lishni xohlasangiz, hoziroq videodagi QR kod orqali va pastdagi ilova orqali kirib olsangiz bo'ladi va u yerda siz bilan yana ham yaqindan, dildan gaplashamiz.